Диалог. Члензарский рэпер Bad Boy, Члензарская Dina Baby Girl and Subhan. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Bezovta qilmadimmi? Trenirovka dedim, tinchlikmi? 5 minut vaqtingiz ajrata olasizmi menga? Xo'p, hozir chiqoli tashqariga. Ne yig'layapsan? Gapir. Mani turmushga berishmoqchi uydagilar. Каждый день kelib ketyapti suvchilar. Sizdan iltimos, odamdan xafa bo'lmang. Bir ilojini qiling, ko'p qiynavurmang. Siz bo'lsangiz hech nima bo'lmagandek, bemalol ishlaringizni qilib yuribsiz. Institutda как будто dushmaningizni ko'rgandek bezrab qarab oldimdan o'tib ketasiz. Atak qoldim, telefon ham qilmaysiz. Tirim ekan, nima qilayotgan ekan deb o'ylamaysiz. Bundoq bir eslab SMS ham yozmaysiz. Bo'lmaymi, mendan qutulganingizdan xursandsiz. Ne yig'layapsan? Yig'lashdan nima to'q? Короче, o'kang aytganidek, prosta meni unut. Men munosib emasman milliarder oilaga. Oldin kimligini bilmagan yangi boylaga. Adang aytgan gaplarini o'zing ham eshitding-ku. Meni ham tushungin, sen ham yosh bolamassan-u. Turmushga chiqsang, osongina unutasan. Bir ikkita farzand ko'rsang, baxtli bo'lib ketasan. Adangda pul mori, professor, doktorlar bor. O'sha doktorlar uni tushunga dori o'ylab topar. Pul gapirganda haqiqat jim turar ekan-u. Sevish bilgan luboy odam yana sevolar ekan-u. Oylik borasida hech omadim kelmadi, nima qilib Xudo menga bermadi ota-onang boylikni, sevgidan ustun bildi seni sotib olishga meni pulim yetmadi. Oylik borasida hech omadim kelmadi, nima qilib Xudo menga bermadi ota-onang boylikni, sevgidan ustun bildi seni sotib olishga meni pulim yetmadi. Sizdan boshqasiga turmushga chiqa olmayman. Sizdan boshqasini никогда sevolmayman. Siz meni tushuning, yaqin tururmang ko'p. Bu gaplaring uyingdagilarga tushundingmi? Xo'p, bo'lmasa o'zimizni o'ldiraylik. Или будто вообще o'zlariga qochib ketaylik. Пожалуйста, Бэдик, только yodimay. Sevgimiz uchun kurashaylik, meni yig'latmang. Men begona erkak bilan qanaqa yashayman? Uni sevmasam qanaqa turmushga chiqaman? Zerikilashmasdan, lучше meni o'ldiring. Хотя бы bir marta siz meni tushuning. Dumkang yaxshilab ishlat, жизнь это не игра. Men peshanangga yozilmagan ekanman Dina. Menga ham oson emas, o'ylanaman da o'tra. Hayot okean ekan, biza cho'kayotgan kema. Seni menga berishlariga majbur qilsam, tanish bilishdan oldida pozor bo'lamiz. O'zimiz o'ldiradigan bo'lsa, ikkalamiz ham bez направления to'g'ri dozoqqa tushamiz. Yesi o'zim sraz o'ldiray desam, jonimni Allohdan omonatga olganman. Seni olib uzoqga qochib ketay desam, ota-onamdan bir umr qarzdorman. Oylik borasida hech omadim kelmadi, nima qilib Xudo menga bermadi ota-onang boylikni, sevgidan ustun bildi seni sotib olishga meni pulim yetmadi. Oylik borasida hech omadim kelmadi, nima qilib Xudo menga bermadi ota-onang boylikni, sevgidan ustun bildi seni sotib olishga meni pulim yetmadi. Kecha bir qo'rqinchli tush ko'rdim. Siz qora kiyimda, men oppoq libosda edim. Men yig'layotgan edim, siz g'amgin edingiz. Ikkita solgan atir gul berdingiz, u ketdingiz. Yig'laganing sababi bu mendan ayrilganing, seni yo'qotganim, qora kiyimda ko'rganing, yig'laganing va g'amginligim taqdir bizani ayirgani, ikkita so'lgan atir gul sevgimizni tugagani. Taqdir ekan, nima qila olaman? To'lqatdan beraman. Ikkita orzum ushalishini shunaqangi xohlayman. Yoshligiga qaytib hammasini boshqatdan boshlashi, hech kim bilan sevishmay tinchgina yashashi. Men yoshliging bo'li, baxting ota-onang Dina. Biza birga bo'lolmaymiz, давай до свидания. От души sevishib qildim katta ошибка. Короче, последний gapim alvido detka. Boylik borasida hech omadim kelmadi, nima qilib Xudo menga bermadi ota-onang boylikni, sevgidan ustun bildi seni sotib olishga meni pulim yetmadi. Boylik borasida hech omadim kelmadi, nima qilib Xudo menga bermadi